Hammanglar ovulyatsiya kunini so'raysizlar. Qaysi kuni erim bilan birga bo'lsam, homilador bo'laman, iltimos hisoblab bering deb aytasizlar. Ovulyatsiya kuni hamma ayollarda ham hayzning 14-kuni bo'vermaydi. Faqat yer yuzida 40% ayollardagina hayzning 14-kuni ovulyatsiya kuzatilishi mumkin. Sizda ovulyatsiya voqli bo'lishi ham mumkin, kech bo'lishi ham mumkin. Hayzning 10-kuni ham sizda ovulyatsiya bo'lishi mumkin. Hayzning 18-19-kunlari ham patsientlarda ovulyatsiya bo'lib, homilador bo'lganlari juda ham ko'p. Shuning uchun ovulyatsiya faqat hayzning 14-kuni bo'ladi deganlar adashadi. Ovulyatsiya sizda fasl o'zgarganda yoki siz qanaqadir kasalliklar o'tkazganingizda, stress holatda bo'lganingizda, kimdadir voqli ovulyatsiya bo'ladi, kimdadir kech ovulyatsiya bo'ladi. Yana bir masala, ko'p qizlar menga ovulyatsionni test qilib tashishadi. Ovulyatsiya testi sizni hech qachon 100% ko'rsatmaydi. Ovulyatsiya testi o'sha kuni sizda gormon pikka chiqqanligini ko'rsatadi. Faqat siz UZIda haqiqatan ham o'ng yoki chap tuxumdonni dominant follikular yetilishini kuzatib, qachon ovulyatsiya bo'lishini UZI orqali belgilashingiz mumkin.